Erkak kishiga 40 hunar ham oz deb bejizga aytishmaydi. Mana Koreyada ishlab o'qib yuribmiz. Sartaroshlikdan ham bir yoshlikdan beri ozgina ilmimiz bor edi. Dedamlar o'rgatgandilar. O'zi odatda ishxonadagi yo tanishlarni sochini oddiy stilda olib qo'yaman. Unaqa professional emasman. Qanaqadir stillarni qilib, boshqa qilib, oddiy holatda olib yurardi. Mana o'zimiz ishxonadagi Bangladesh musulmon do'stimiz ham uni ko'rib, menikini olib qo'ydi. Mana olib keldi. Shuning uchun bejizga aytishmay, erkak kishida bitta hunari bo'lsa, liboy joydan nonini, rizqini topib ketaveradi. Shu bashi bitta mashinkani 15,000 wonga, ya'ni 120 ming so'm atrofiga olganman. Necha kishini sochini oldi. Bashi bitta soch olishi 10,000 won atrofida, 10,000 wonga olaman. U so'mda o'rtacha 80 ming atrofida turadi bitta soch olish. Endi Koreyada odatda sartaroshxonaga borilsa, oddiy stilda olish odatda 150 ming so'm atrofida turadi. Endi uni ham misol ko'pi koreys bo'lganligi uchun o'zini koreyskiy stilda olib qo'yadi. O'zimizdagi o'zbek stilda ololmaydi, ko'pchilik bormaydi. Endi shunday qilib bitta mashinka oldi, tanish bilishlardan sochini olib, ozgina bo'lsa ham rizqimizni olib yuramiz. Mana bugun mana Bangladesh musulmon inson bu ham do'stimiz, o'zimiz bilan birga ishlaydi. Sochimni olib qo'y dedi. Ya'ni bundan ham 10,000 won olaman. 80 ming so'm atrofida. Bu ham bir ishdan keyingi bir ozgina diviziyani. Yaxshimi? Azada? Chua? Okay. Army size. Russian army. It's okay? Okay. Ishimizni ham tugatdi. Endi pulini sanab olamiz. Oldin bitta tozaloq qilib oladi o'zi klient. O'shada oldin tozaloq qilib oladi, keyin pulini tashab beradi. Bo'ldi, socham Romanni turibdi, endi pulni tashlaydi. Send me money, bro. Okay. Manon, 10,000. Yarasa. Bunisi yo'q. Come on. Okay. It's good. Okay.